Millat inqirozining 3 ta sabab. Birinchisi, olimlar, ma'rifatparvarlar, ahli ilm egalari chiqarayotgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda 10 ming, 20 ming ko'rishlar sonini yig'sa, hayotdagi baynerlar, hayotdagi littibozlarning chiqishlari yu prikollari millionlab prosmottorlarga ega bo'lmoqda. Bu aslida dahshatli, halokatli natija hisoblanmaydimi? Ikkinchisi esa bugungi kundagi alfa avlod bolalari taxminan 15-20 yildan keyin bugungi jamiyatning katta yoshlari bo'ladi va ular jamiyat inqirozining asosiy sababchisi bo'lishi mumkin. Bugungi kundagi alfa avlod vakillari orasida blogerlar, vaynerlar va geymerlar juda ham ko'p. Aynan shu sohaga ularning qiziqishi bu aslida juda ham yomon bo'lgan holat. Kelajagimiz yoshlari shu avlodni qo'lida ekan, ularga qattiqroq tarbiya berish usullarini o'ylab topishimiz kerak bo'ladi va uchinchisi, o'zi bilan o'zi ovora bo'lgan yoshi katta insonlar, ota-onalar, aka-ukalar, ya'ni bugungi kunda hamma o'zi bilan o'zi ovora, o'zining muammolari, o'zining g'am tashvishlari bilan o'zi ovora. Hech kimning birov bilan ishi yo'q. Birovga kimsan deb hatto yordam ham bermaydi. Aka-ukasini, opa-singlisini bugungi kunda unutib qo'ygan zamonda yashamoqdamiz. Afsuski, mana shu 3 ta belgi millatni uxlayotganligini yaqqol misoli emasmi? Fikrlaringizni yozib qoldiring.